Hammaga mashhur bo'lgan Kars qaynonam, ya'ni Nara jo'natgan Uxudviy kosmetikalar obzor qilamiz. Nara opa va uni komandasi Lala Recipe brendi dilerligini sotib olishgan. Ularga mahsulot birinchi qo'l bo'lib zavoddan to'g'ridan-to'g'ri keladi. Endi bo'lsa yuzimizni etapma-etap tozalaymiz. Birinchi o'rinda gidrofilni maslasida makiyajimizni o'chiramiz. Gidrofilning maslasi qalin makiyajda ham chuqur tozalab beradi. Ikkinchi etap bo'lsa yuzimizni umvalkasida yaxshilab tozalab olamiz. Umvalkasi yuzdagi barcha kirlarni va qora tochkalarni bitta ham qoldirmasdan tozalab beradi. Ko'pirishini qaranglar. Bu kosmetika uchun umuman kargo narxi yo'q. O'zbekistonda viloyatlar bo'lib, viloyatingizga yetkazib berilganda pochta pulini to'lab olsangiz bo'ladi. Qaranglar, umuman effektsiz video olyapman. Yuzimda na pora, na qora tochka bor. Uje ikkita etapda o'zida yuzim chuqur tozalandi. Endi bo'lsa yuzimizni kechki uxutga tayyorlash uchun tonerli patchlardan foydalanamiz. O'rtoqlar, profillariga o'tib ko'rishinglar mumkin. Barcha qo'yilgan narxlar O'zbekistonda sotiladigan narxlar, umuman kargo yo'q. Tonerdan keyin tarkibida vitamin C bo'lgan sivritka yuzga surkaladi. Tarkibida vitamin C bo'lganligi uchun ham yuzdagi dog'larni va ugridan qolgan tochkalarni yo'qotadi. Sivritkadan keyin ko'z ostiga, ko'zdagi ajinlarni va qorayishlarni yo'qotish uchun ko'z kremi, undan keyin bo'lsa namlantiruvchi vitamin C lik krem surkaladi. Qizlarjonlar, ofislari Namanganda nalichida bo'lgan barcha tovarlar bir kundan 3 kungacha, agar nalichida bo'lmasa, bir haftaning ichida aytgan manzilingizga yetkazib beriladi. O'zinglar живой bez effekt ko'ringlar, o'rtoqlar, yuzim shishadek yaltirayapti. Na pora bor, na bu yoqda birorta dog' bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman, zakaz qilinglar.